Sizda ham hid sezish bilan bog'liq muammolar bormi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Hid sezishning o'zgarishi odatdagidan ko'ra boshqa hid sezish, umuman sezmaslik yoki yo'q hidni bor deb his qilish hisoblanadi. Hid sezmaslik ko'pincha burun to'siq qiyshiqligi, burun o'smalari va allergiyani hisobidan, ya'ni burundan erkin nafas ola olmaslik hisobidan kelib chiqadi. Lekin bu boshqa ko'plab sabablar hisobidan ham kelib chiqishi mumkin. Aytgancha videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta saqlab qo'ying. Birinchisi nevrologik kasalliklar. Miya jarohatlarida aynan hidlov nervlari zararlanishi mumkin. Bundan tashqari Alzheimer va Parkinson kasalliklarida hid sezishning buzilishi kasallikning erta bosqichlarida yuzaga keladi. Ikkinchisi endokrin kasalliklar, ya'ni qandli diabet va qalqonsimon bez kasalliklarida ham hid sezishda o'zgarish kuzatiladi. Uchinchisi psixologik omillar, ya'ni stress va depressiya holatlarida ham vaqtinchalik hid sezishning o'zgarishi kuzatiladi. To'rtinchisi ba'zi bir dori vositalari, ular qon bosimini tushiruvchi va antidepressan dori vositalari, aynan bular ham hid sezishning buzilishiga olib kelishi mumkin. Sizda hid sezish bilan bog'liq shikoyat bo'ladigan bo'lsa, albatta lor shifokorga ko'rinish kerak va undan tashqari albatta nevropatolog va endokrinolog shifokorlarga ko'rinishni tavsiya beramiz.